qilaman to'xta. Aslo tepakul. Bu to'pning ichida bomba o'rnatilgan. Qaysi biri? O'zi bitta to'p o'chiramiz. Nega igraysan? Sen zo'rlay qatdan bilding? To'p qaysi basketbol to'pdan ip chiqib turadi. Bu futbolli to'p. Butun dunyoni shu paytgacha aldab kelishgan aslida futbolli to'p bu. Basketbolni. O'shanchidan ham chaqochibga chiqarmayapsiz haligacha. Voleybolning to'p bor. O'sha tennis to'p. Kichkina bolachani ko'ryapsizlarmi? Aslida u keksa seniorlar to'dasini boshlig'i Dragon Malfoy bo'ladi. Yosh bola-yu. Hech kim shug'ullanmasligi uchun plastik operatsiya qildirib, imonatdan tizzasigacha olib tashlab, yopishtirib, yosh bola bo'ladi. Qo'ysanchi. Usta. Adboy. Ishlarimiz ma'qul keldimi? Ha. Askar, yuklab bering. Zo'r ishinglar ekan-a? Shomiyda nima qilyapsiz? Akbar ichishlar sifatini tekshirish uchun Interpolni jo'natgan. Xo'sh. Sifat a'lo darajada chet elliklar Braneronni tank yasatirmoqchi bo'lishdi. Akbar uchun amayapti. Yo'qqa yurgin. Menga qarab, bir qarisi agentman, bir qarisi inopeniylikdanman deysan. Kimsan o'zi gapir menga? Sizlarda ham yetib bordimi? Haqiqatni aytaymi? Ayt. Men daraxtman. Qanaqa daraxt? Nok daraxt. Yo, o'xshaydi lekin, ammo o'xshab. Asabimga tegma, men. Ishonmang, mevani o'zib beraymi?